Faqat srochniga mana shu DAF Euro 5 UzAvto trailer pritseplar komplekt holatda sotiladi. Narxini ham boshida aytib o'tib ketaman. 61 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Yana kelishiladigan joylari bor. 2012-yilda ishlab chiqarilgan tegach, yurgan masofasi 1 milliondan oshiq masofani bosib o'tgan 6 talik mexanika korobkada 460 ta ot kuchiga ega. Baklari faqat bir tomonda 450 litrli bak bilan jihozlangan. Keyin bunga zavodskoy lentaka qo'ydirib qo'yilgan ko'rsangiz bo'ladi. Hech qanday kamchiliklar yo'q, ishlab turgan mashina. Kladishlarni almashtirib qo'yilgan, yangi akkumulyator qo'yib qo'yilgan, hadovoylari qildirib qo'yilgan. Balolarning holatini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Pritsepi 2019-yilda ishlab chiqarilgan UzAvto trailer pritsep bo'ladi. Balonlari 100% yangi holatda ekan. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsangiz bo'ladi. Idealniy holatda turibdi. Agar furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini videoni past qismga yozib qoldiraman. O'zlariga telefon qilib, yana to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Angrenda turibdi. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Bu videoni mana shunaqa lentakali DAF Euro 5 qidiruvga fura ishlanishlarga maksimal tarqatib qo'ysangiz, siz sababchi bo'lib, mana shu DAF Euro 5 egasi bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.